Bolaga aytdim menga, oyligimni olib bering, unaqa desam, yo'q dedi. Men aralashmayman deyapti endi. Aka iloji boricha shuni yana yozilgan gruppalarga aytdim, ishonmaylar. Shuni yana yamanchi qidiryapti. Tap shekilli yana bittasini. Menga o'xshab allanib qolishmasanki. Bir oy issiqda, oshxonasida issiqda ishladim aka. Issiq o'zimni o'tganini o'zim bildim. Nega pulimni beraman? Xullas bu yurtdoshimiz ayol kishi Turkiyada Telegram kanallar orqali ish topgan. Keyin ishga borgan, o'rtadagi bola bu kishidan komission olgan ishga joylashtirgani uchun. U yerda bir oy ishlagan, homilador bo'lgani uchun biroz mazasi qochib 3-4 kundan keyin borsa, oylik ish haqqisini bermagan. Ya'ni shu bir oy ishlaganini pulini bermagan. 10 ming lira berib qolganini bermagan. Yana kelsang politsiya chaqirib, seni deport qildiraman degan. Bu bolaga, o'rtadagi bolaga telefon qilsa, men aralashmayman debdi. Aslida unaqa bo'lmaydi. Ishga joylashtirgan shirkat ish beruvchidan emas, ishchidan komission olish kerak. Mabodo Xudo ko'rsatmasin, agar nimadir bo'lib qolsa, deylik, o'sha oyligini ola olmasa, bu shirkat borib o'sha ishchini yonini olish kerak. Hozir bu bola mana bu ayoldan komission olyapti-da, bir oylik ish haqini olishga yordam bering desa, yo'q, men aralashmayman deyapti. Unaqasi bo'lmaydi. Siz birinchidan o'zi komissionini ham olish haqqingiz yo'q ishchidan, kamiga olib turib, yordam ham bermayapsiz. Noqonuniy ishlashni yomon tomoni mana shunaqa, noqonuniy ishlashni. Ishlash ruxsatnomasini ishlasanglar, oyligini ber desanglar, deport qilaman deb qo'rqitadi juda ko'pchilikda. To'g'ri, sizni deport qilishi mumkin, sizga jarima yozishi mumkin, lekin ish beruvchi ham shunchalik qutulib qolmaydi. Unga ham 100 ming lira jarima yozadi. Qochoq qolgan odamni ishlatgani uchun, nolegal ishlatgani uchun, ishlash ruxsatnomasiz ishlatgani uchun ham deport xarajatlarini, bilet pullarini, deportatsiya markazidagi ovqat xarajatlarini, kasal bo'lsa davolanish xarajatlarini, yaqin qarindoshlar bo'lsa, yaqin qarindoshlarini ham qo'shib deport qilishdagi bilet pullarini hammasini ish beruvchidan oladi. Buni turk tilida yaxshilab video qilish kerakki, ish beruvchilar bilsin. Ishlarni ustidan unaqa xohlaganini qilmasdan. Agar Telegram kanal orqali, umuman boshqa joy orqali ish topsanglar, ish beruvchi va o'rtadagi odam bilan o'sha ishni boshlashdan oldin kelishib olinglar. Menga nimadir bo'lib qolsa, sroshin O'zbekistonga mamlakatim ketadigan bo'lib qolsa, yoki sen deylik mana shu shartlarni bajarmasang, men ish haqimni to'liq ola olamanmi? 1 oy, 2 oylik bo'lsa ham, 15 kunlik bo'lsa ham deb o'shani kelishib olishlari kerak. Ishonchim komil, Turkiyada bunaqa oyligini olmagan yabanchi tiqilib yotibdi. Turkiyada emas, faqat boshqa davlatlarda ham bo'lsa kerak. Turkiyada lekin aniq bilaman, 15 kunlik, 1 oylik, 20 kunlik, 2 oylik, 3 oylik oyligini olmaganlar ko'p. Meni shaxsan o'zimga shu 2-3 kunda bitta odam yozadi. Hali ham bu mavzuda menga yozinglar deb video qo'ymayman, lekin baribir odamlar umid qilib menga yozadi. Pulimni olishimda yordam bering, oyligimni olishga yordam bering, kim yordam bera oladi deb. Meni qo'limda unaqa vakolat yo'qki, men uni shantaj qilib yoki qo'rqitib oyligini olib bera olsam. Fikringizni izohda yozib qoldiring, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.